2000 so'm pul bo'ladi, mana ko'rib turibsizlar. Va hozir buni shamollarni bitta tekshiramiz. Yana oxirida natijani ko'rsatamiz. Qaranglar, hozir mana laboyda turibdi shamoli. 400 skoros mana laboyda yo'q mana. Ko'rib turibsizlar. Endi betga qaratamiz o'rtoqlar. Mana betga mana qaraganda mana kamroq mana. Nisbatan kam. Endi xudo xolasa hozir buni talpedasini yechib, yana natijasini sizlarga ko'rsatib boramiz. O'rtoqlar, mana bo'ldi. Mana 400 skorosga qo'yib, laboyga qaratib o'ramiz. Mana laboyni holati ko'rib turibsizlar. Mana pulishni qo'yaman mana. Mana o'zinglar bitta baho bersalaring bo'ldi. Endi o'rtoqlar, betga qaratamiz. Mana betning natijasi. Mana bu turmayapti. O'rtoqlar, bu nimadan chiqdi? Buni hech qanaqa vakuumni yo boshqa narsalardan chiqmadi sistemasidan. Aynan o'rtoqlar, hech kimni xayoliga kelmagan narsa konditsionerni salonda ichida turadigan radiatori bo'ladi o'rtoqlar. Birinchi shamol kelib turib shunga uradi. Undan keyin esa pechkani radiatoriga uradi o'rtoqlar. Mana qaranglar. Qanday? Mana ko'ringlarchi, bundan qanchalik shamol o'tadi mana. O'zingizlar e'tibor beringlar. Bundan shamol o'tolmaganda hisobida mashinani shamoli pastroq bo'ladi. O'shaning uchun birato'la e'tibor berib, mana shu narsaga ham ko'z yurtirib qo'ygan yaxshi bo'ladi. Bu videoni Nexia 1, Nexia 2 minadigan do'stingizga yuborib qo'ying. Shunaqa foydali ma'lumotlar yo'qotmaslik uchun yana 10 qo'lga obuna bo'ling.